Hammaga assalomu alaykum. Bilasizlar, men o'zimni Instagram blogimda reality boshlagandim. 7 kunlik reality edi bizda. Qanaqa reality desanglar, men 7 kun ichida 2 kishini daromadga olib chiqishim kerak edi. Agar daromadga olib chiqa olmasam, mana shu iPhone'ni obunachilarimdan biriga berib yuboraman degan shart bilan biz reality boshlagandik. Reality boshlaganimizdan keyin biz ariza qoldirdik. Arizani 420 dan ortiq inson to'ldirganda adashmasam, ana shu insonlarning ichidan biz undan keyin offline suhbatga chaqirdik. Offline suhbatgacha ham bizda sotuv bo'limi gaplashib, u insonlarni saralab olishdi. Ya'ni offline'ga kelayotganda ham o'sha yana bitta filtrdan qadamdan o'tishdi. Offline'ga kelganlarning orasida ham 15 tacha inson bizda keldi suhbatga. Ularning ichidan ham mana shu ikkita qizni tanlab olganmiz. Bular Durdona, bular Soliha. Xo'p, bularni qanaqa qilib tanlab oldik desanglar, birinchi navbatda bizga daromadi 0 inson kerak edi. Ya'ni men qo'ygan realitimizning sharti shundan iborat ediki, ya'ni biz 0 dan daromadga olib chiqishimiz kerak edi. Ya'ni menda oldin o'qimagan, nima deydi, mobilografiyadan xabari yo'q, daromad qilib ko'rmagan, ya'ni aynan oddiy insonlarning ichidan degan, ya'ni uy bekasi qanaqadir boshqa ish bilan shug'ullanmaydi, daromadi yo'q bo'lgan, ya'ni daromadi 0, uy bekasi va umuman 0 dan 0, bilimi 0 bo'lgan insonlarni tanlab olishimiz kerak edi. Mana shu filtrlardan o'tgandan keyin aynan mana shu ikkita insonni biz tanlab oldik. Hozir ishtirokchilarni o'zidan so'raymiz. 7 kun davomida nimalar buni boshidan o'tdi va o'zinglarni ozgina tanishtirib, jarayonni o'zinglarni tilinglardan eshitishsin. Birinchi Durdona, sizdan boshlaymiz. Rahmat kattakon, avvalosi bizni shunaqa darajaga yetkazdirganingiz uchun, ishonch bildirganingiz uchun, tanlab olganingiz uchun, har bitta etaplar uchun rahmat. Chunki bugun shunaqa darajaga yetdikki, bir hafta davomida hech qachon tugamasin deb hali ham o'ylayapmiz, xayolimizda ertaga kelamiz, gaplashamiz, nimalardir so'raymiz, yana tushunmagan joylarimiz bo'lsa tushuntirib beradilar, yo nimadir qilib beradilar. Hali ham anaqa qancha bilim o'rgansa ham даже yetmayapti-da. Bularda shunaqa darajada bilamiz, ustoz sifatida ko'p tajribaga, ko'p bilimga ega bo'lganliklari uchun boya aniq aytganlaridek 0 dan daromadni boshlash arafasidamiz. Shuning uchun juda ham hayajonda, nima bo'ladi, nimalarni qilamiz, tajribalar hali bo'lmagani uchun qo'rquvdamiz biroz. O'zi bu loyihaga kelishimizga ham oddiy, men haqiqatan uyda o'tirib, menga chiqib qoldi bularni anaqalari. Men o'zim anchadan beri xohlayotgandim bu kursda o'qishni, bularni kursiga imminda men har bitta reelslarni kuzatib, har bitta qilgan ishlarini, tajribalarini, o'zlarini, masalan, odam har xil tanlayotganda o'ziga yaqin odamni tanlaydi. O'rganish xohlagan bo'lsa ham o'ziga yaqin odamni oladi. O'sha orqali men bularni kuzatishni boshlaganimda shu ko'zim tushib qoldi shu postlariga. Haqiqatan men o'zimda shunaqa fikr paydo bo'ldi. Nimaga men qatnasha olmayman? Nimaga menda unaqa bo'lmaydi? Davay men shuni sinab ko'ray, davay men buni qilib ko'ray degan narsa bo'ldi-da. To'satdan bu so'rovnomani to'ldirib ko'rdim. Keyin to'ldirganimdan keyin ular menga aloqaga chiqishdi. Suhbat davomida meni taklif qilishdi. Suhbat ham juda ham ajoyib, juda ham zo'r. O'zimga muhtam yoqdi. Bularni ko'rganimda qanaqadir iliqlik bo'lib, voy baba meni tanlaylar. Qanaqadir o'zim xohladim, ishondim, bilmadim nimalar o'tdi. O'zimni his qilib chiqib ketdim. O'sha shundan xursand bo'lib chiqib ketdim. Keyin hammaga o'sha aytyapman, bo'ldi, men o'sha tanlandim, anaqa qildilar, meni tanlab oldilar. Lekin soat uyga keldim, 6 bot, 7 bot, yo o'sha bo'ldi. Astrinam o'sha sekin tushadi, ertalab ko'raman, reelsda kimnidir tanlagan bo'lsa, suhbatga gaplasha olmayman, ularga omad tilayveraman degan narsa o'tdi. Keyin endi bir payt baribir uy tashvishlari bilan yurganimizda degan nomer telefon qildi. Eshitib tushunmadim lekin. Birdan o'zlari primoy menga aloqaga chiqdilar. Ertaga shu sizni tanlab oldik deganlarda o'zimda yo'q, shunaqa xursand bo'lib ketdim. Yo'q joydan, yo'q anaqalardan o'zim ham xayolim Allohim baribir bekorga biror narsani chindan xohlasa beradi, hamma narsani beradi. O'shaning uchun bir tarafdan bu kursni o'qishi, biror bir ish qilmoqchi odam hech qachon qo'rqmaslik kerak, ishonish kerak. Bu loyihaga tanlaganlarda, men tanlab olganlarida to'g'risi ishonmadim-da. Menga bir hafta kamlik qildi to'g'risi. Men yana o'qigim kelyapti. Yana bular kurslari bo'lsa, yana anaqalari bo'lsa, o'z ustimda ishlagim, tugashini xohlamayman.
Hayajonlanmang, qarang. Bular ozgina hayajonlanyapti, to'g'ri tushunasizlar. Yoshim 24da. Men institut bitirganman. Lekin hozirgi paytda uy bekasiman. Haqiqatan daromadim umuman nol. Bu sohani tajriba bilmasdim. O'zim uchun lekin hayotiy tajribalarimdan, hayotimni ozgina videolar qilib yoritib borardim. Lekin unaqa professionallik yoki nimadir qayerda nima olishni ham tajriba bilmasdim. 7 kun mobaynida biz videoni birinchi kunidan boshlab aytadigan bo'lsam, videoni qanaqa olishni o'rgandik. Qanaqa formatda olish, qanaqa joylarida masalan odam bilan ishlash texnikalarini o'rgandik. Qolgan 2, 3, 4 kunlarida esa har xil biz endi u narsani videoni olingan videolar bo'yicha montaj qilishi, har xil muzikalar, nimadirlar qo'yishi, hozirgi paytda eng oxirgi trenddagi narsalarni o'rgandik. Chunki telefonda ko'rarkanmiz, voy bunaqa qilsa bo'ladimi degan narsa yoki bu kompyuter variantda qilinganmi, telefonda oddiy odam qila oladimi degan narsalar hammasiga savollariga javob oldik. Hamma narsani o'rgandik. Shu darajaga yetganimiz uchun rahmat. Zo'r juda. Ortiqcha narsani aytolmayman, haqiqatan hayajondaman. Hayajonlamang. Bu tabiiy holat. Kamerada birinchi marta qarshisiga chiqayotganingizda bu bo'ladigan narsa. O'shaning uchun hayajonga hojat yo'q. Endi Solixa, siz o'zingizni ozgina tanishtirsangiz. Men ismim Solixa, yoshim 21 yoshda, ikkita bolani onasiman. Ikkita bolam hali bittasi chaqaloq 6 oylik, lekin shunga qaramasdan o'z mobilografiyada уже qiziqishim 2 yil oldin bo'lgan, keyin shu bilan уже tashab qo'yganman. Unaqa video reelsni ko'rib boshqa qilardim, shu bilan qolib ketgan, lekin reelslarimda unaqa narsa chiqmasdi. Birdaniga bilan reelslar chiqdi. Shunday o'zidan o'zi, chunki mobilografiyada umuman aniq qiziqishim yo'q edi ham. Chiqib qoldi, to'ldirib ko'ring shuni degan narsa bo'ldi, to'ldirdim. Keyin уже suhbatga chaqirishdi. Meni suhbatga kelganimda ham уже uyda chiqib ketayotganimda ham meni olishadi degan narsa bo'layotdi menda. Kelganimda ham shu narsa qanaqadir suhbatdan kirganimda qanaqadir gaplashish, uzoq gaplashish bo'ldi bizda. O'shaning uchun ham o'sha meni olishadi degan narsa undan ham kuchayib ketdi. Ikkita nomer, menda bitta nomerimga tushish qiyin edi. O'shaning uchun menga ikkita nomer olib qolishdi. U просто nomerga tushish qiyin bo'lgani uchun. Lekin o'sha ikkinchi nomer olishgani ham qanaqadir ishonch bo'ldi-da, menga uyga borishim bilan Oyjonga aytaman. Oyjon bo'ldi, meni olishdi, kechqurun telefon qilishadi, telefoningiz oldingizda tursin yoki menga berib qo'ying deb. O'sha ishonchim qanaqadir komil bo'lib qoldi. Harakatimdan ham, chunki men uzoq gaplashganimizdan plus bo'lib qoldi. Keyin o'zi menga telefon sizga uverенность bergan, lekin aslida u yoqda biz anketadan sizni nomeringizni qidirib topishga vaqtimizni yo'qotmaslik uchun ikkinchi nomerni olib qoluvdingiz, lekin menga shunaqa, lekin menga mana shunaqa qabul qildim. Keyin uyga bordim, shu bilan kechqurun gaplashganimizda rostdanmi deyapman-da. Deganingizda rostdanmi dedim. 10:30da o'zlari ham aytdilar, sizni tanlash uchun rossiyani qilyapmiz, ikkilanamiz dedilar. Keyin bo'ldi meni tanlaylar dedim. Bo'ldi meni tanlaylar va hamma narsaga tayyorman. Bemalol 6 oylik chaqalog'imni o'yladingiz, kimga tashlaysiz, nima qilasiz? Bo'ldi, undan muammo yo'q, men hammasiga tayyorman dedim. Chunki bu qancha odam edi anketa to'ldirgan? 420 ta ichidan chiqqanimni o'zi, men suhbatga kelganimni o'zi katta narsa edi o'zi. Suhbatdan keyin mana shu 15 ta odam ichidan ham ikkitasidan bittasi bo'lganim o'zi juda ham omadli bo'lib qoldim. O'shaning uchun ham уже anaqa bo'ldi menda. Kelaman degan narsa bo'ldi. 6 oylik chaqalog'imni ham uyga tashlab kelganim ham shu mana shu 15 ta 420 ta odam ichidan 15 tasi tanlanib, o'sha 15 taning ichidan ham ikkita bo'lib bittasi men bo'lganim ishonch bo'ldi menga. Значит, odam harakat qilsa, bolani bahona qilmaydi. Bahona qilmaydi. Uyda o'tiraman, bolam bor, uni qila olmayman degan narsa bo'lmasa ekan. Bolaga qaraydigan odam bir payt topilar ekan. Shunaqa. Agar imkon qilinsa, xohish bo'lsa. O'zi ayol kishilarda shunaqa narsa, ayol kishi nimadir abdushi xohlaydimi, o'sha qilmaydi. Bo'ldi, o'sha anaqa bo'lsa ham o'shanga erishish uchun ham yo'l qidirveradi har xil. Bitta yo'lda qolib ketmaydi. Keyin o'sha keldim, o'sha kechqurun tugadi, ertalab keldik birinchi darsga. Birinchi dars o'zida biz montaj qilishni o'rgandik. O'sha rakurslar bilan videolar olib, birinchi dars o'zida VN bilan ishladik. Va u ishlashni bilmasdim.
VM bilan ishladik, rakurslarda videolarni ketma-ketligi bo'yicha tahlilab, qanaqa montaj qilinishi, nimalar qo'shilishi, qanaqa bo'lishi, qanaqa sahranit qilinishigacha o'rgandik. Уже ikkinchi kun, uchinchi kun ketma-ketlik bo'yicha juda zo'r уже ekspertning videolarini ham, studiyada ishlashni ham o'rgandik. Vashi hammasi zo'r anaqasi, o'rganganimiz. 7 kunda o'rgana oldingiz. 7 kunda уже o'rgan bo'ldim. Уже men nima deydi, proyekt olsam ham bemalol ekspertnikda ham, atmosfera videoda ham bemalol montaj qilib chiqarib bera olaman. Moslashib ketaveradigan bo'ladi. Libo sharoitga. Moslashib ketaveradi. Lekin qiyinchiligi ham bo'ldi. Faqat oson tarafini gapirmayman. Qiyinchiligi juda ham bo'ldi. Mana ertalab kelamiz, kuni bo'yi montaj qilamiz, uyga boramiz, ovqatlanish bo'lsa ovqatlanamiz, keyin yana birinchi bo'lib montaj. O'zi qo'lda telefon bo'ldimi, oldin Instagram yoki bekorchi narsalar bo'ladigan bo'lsa, o'zi bo'ldi. Va yokida CapCut. Kiramiz, nimadir qilib ko'ramiz, nimadir bo'lsa, yana bolalarimizni uxlatib bosh qilaman-da, yana endi dam olaman degan paytimda miyaga taqurlar, montaj qilish kerak degan narsa. Yana montaj. Kuni bo'yi montaj bilan o'tar ekan kunimiz, ko'pincha ishimiz. Bu qiyinchiligi ham oson emas, baribirga ham. Nagruska. To'g'risi nagruska bilan. Juda ham nagruska bo'ladi. Shu paytgacha masalan uyda o'tirib odam bemalol yengillikka, qanaqadir bemalol bo'lishga o'rgangan odam birdaniga yo'q. Har bitta borgan kunimiz kechgacha ham 7-8 gacha odamlar qanaqa vaqt ishlaydi? Shunaqa vaqtgacha qolib ketayotgandikda, to'g'risi. Yana mayli odamlar ishdan keyin kelib dam oladi, yo'q bizda yana ish bor edi-da. Vazifa bir tun vazifa bilan jo'natib yuborardilar-da. Uyqu ham yo'q. Uyqunecha hatto birorta ish qilishdan oldin to'xtanglar, erinib masalan montajga erinishi yoki nimadir ish qilishga bordi, to'xta, uni vaqtini montaj qilishga yoki video nimadir vazifaga undan ketkazdirsamchi, yaxshiroq bo'ladi-ku, bunaqa bo'ladi-ku. Уже uy hayotimiz faqat mana shunaqada bo'lib qoldi, to'g'risi. Uxlab kechqurun uxlashga yotdingiz, уже montaj tugatdingiz, kechqurun uxlashga yotdingizmi? Yana orada uyg'onib qolsangiz ham yana birinchi qo'lga oladigan narsangiz telefon, endi boshqa narsani ko'rardingiz. Oldin endi montaj qilish kerakmi? Yana CapCut, yana nimadir ideya kelarmikan? O'sha paytda ham. Soat 4 bo'ladimi, 5 bo'ladimi? Reality bo'lgani uchun ham nagruska bo'lganda bo'ladi, chunki 7 kun bizada mas'uliyat, katta mas'uliyat bor edi. Agar 7 kunda natijaga chiqishmasa, men iPhone'imdan ayrilardim. Shu mas'uliyatni juda ham his qilishdi, ham ishonchingizni oqlashga harakat qildik. Ishonch oqlash uchun uxlamasdan kerak bo'lsa ishlashibdi. Kechasi turib ketardik. Qizi masalan sutga 2-3larda turadi, o'sha turdikmi bo'ldi hisobda, u anaqa ham xayol ham o'chdi, uyqu ham yo'q. Ertalab 5-6 qilib keyin yana ozgina 1-2 soat uxlaysizmi, yo'qmi? Undan keyin yana kelish kerak-da ishga. U narsa o'qish. Bo'lib bizani ishlatdi demasanglar bo'ladi. Endi eng asosiy qismi daromadga chiqa olishdimi, yo'qmi? Chiqa olishgan bo'lsa, qancha daromadga chiqishdi, nima qiyinchiliklardan o'tishdi? O'shalar haqida o'ziga gapirib bergani menimcha yaxshi. Chunki Soliha biza уже realityni Instagramda ham kirib ko'rsanglar bo'ladi. Ikkinchi kuni haydalib ketishlariga ozgina qoldi, chunki aytgan vazifalarni vaqtida bajara olmay proyektdan chetlatilib ketishlari mumkin edi. O'shaning uchun chiqib ketishlariga ozgina qolgandi, lekin endi nima qanaqa qilib qoldilar, qanaqa qilib nimalar qildilar, hammasini o'zingiz gapirib bera qoling. O'sha ikkinchi kuni, birinchi kunda bergan vazifalarni qilmadim. Ikkinchi kunda o'sha tekshirayotganlarida qarab turdim, ko'zlari mana shunaqa dedilar, menga proyektdan chiqarib yuborishimiz mumkin dedilar. Shunaqa o'sha kuni ayniqsa yomon harakat bo'ldi. Chunki bittada ikkita videoni men ham montaj, ham ekspertnikda videoni montaj qilishim kerak edi. 2 kunlik vazifa. 2 kunlik vazifani bittada qilishim kerak edi. Keyin qildim. Baribir odam xohlasa qo'lidan kelar-ekan, dangasalik o'tmaydi. Baribir ham bitta narsani o'qiyapsizmi yo ishlayapsizmi, bitta narsani tutdingizmi, dangasalik qilsangiz o'tmaydi baribir. O'shaning uchun dangasalik qilmasdan har doim qilib kelsangiz, mana shunaqa yutuqlarga erishaverar ekansiz. Va o'shandan keyin o'zi yig'ishtirib olib o'zimni polniy vazifalarni bajarishni boshladim va 5-kunda proyekt oldim men. 5-kunda o'zida proyekt oldim. 5-kunda proyekt oldim. Xo'p, qanaqa bo'ldi? Qayerdan topdingiz proyektni? Hammaga qiziq savol bu. Proyektni qayerdan topdingiz? Instagramimni yurg'izishni boshladim. O'zim azuchka qilib video qo'ydim, montajlarimni qo'ydim, hammasini qo'yib bordim. 5 ta video qo'yganimdan keyin menga yozishdi, profilimni ko'rib, "Mana shu videongiz yoqdi, ekspertnikda video qilganimizga, mana shu videongiz yoqdi. O'shaning uchun sizga telefon qilyaptim" deyishdi. Men o'sha proyektni oldim. Nomeringizni qo'yganmidingiz profilga? Telegram akkauntda, Telegram linkdan o'tishgan. Telegram linkdan o'tib yozgan. Telegramga yozishdimi shunda? Telegramimga yozishdi. Profilni qachon ochdingiz o'zi? Nechinchi kuni ochdingiz realityni?
uchinchi kunimi? Uchinchi kuni ochdim. 3-kuni ochdik. Uchinchi kuni ochdim. Nimaga 4-kuni taklif oldim. 3 kunlik qilgan vazifalarimni ketma-ketdan qo'yib bordim. Keyin 3-kuni ochganimdan keyin 5-kuni menga yozishdi keyin. Nima soha? Massaj, hijomi, zuluk sohasi bo'yicha ekspertning videoda montaj, keyin qilinayotgan anaqalarni nima deydi? Jarayonlarni videosini olib qo'yib berish va fonga muzikalar qo'ygan, fotajlar qo'yganimiz, yangicha narsalar bilan ishlaganimiz yoqqani uchun o'sha yozib, o'sha aynan o'sha ekspertlikdagi videodan yoqtirib ana qilishdi. O'sha video yoqqan uchun zo'r. Mana bir kunda ochganlar, 2 kundan keyin o'sha klient yozyapti bularga. Подписчигинgiz nechta bo'ldi hozir? 32 ta. 32 ta bo'ldi. Lekin ishinglar zo'r bo'lsa, sizlarning подписчигinglarning ahamiyati yo'q. Nechta подписчигlar bo'lsa, bu yoqda ishinglar zo'r bo'lsa, qanaqadir sertifikatiga yoki nimadiriga qaramayapti, uni qilayotgan ishiga qarayapti-da. 32 ta ham 3 kunning ichida 32 ta. Bugun 4-kun. Yozgan paytda вообще kam. Почти yo'q edi. 2 ta, 3 ta edi. O'zini daromadini o'stirish uchun menga ishonch bildirdi. Profilini yurg'izib berish uchun qilayotgan ishlarini videoga olib, montaj qilib. Shu paytgacha sizga ishonch bildirmagan. Yo'q. Qilgandan keyin ishonch. Aynan mana shu profil ochganimdan keyin o'sha videoyimni ko'rib turib keyin yozdi. "Mana videoyingiz yoqdi menga. Mana shunaqa qilib olib bering menga" dedi. Demak, tanish bilishlar ham bizni kuzatib yurar ekan. Nimadir ishingiz o'xshab qolsa, siz taklif beradi. Taklif qiladi. Siz taklif qilmadingiz? Yo'q, men taklif qilmadim. O'zini u o'qiganini ham bilmasdim. U yozdi menga. Men mana shunaqa narsalarni o'qidim. Qarang, Alloh ishimizni yengil qilyapti. Men o'sha o'qib bo'lishimga siz mana bunaqa bitirib olsiz. Men bu narsangiz yoqyapti. Menga anaqa qiling deb. Sertifikat oldi deb aytdim. Sertifikat, diplom olgan, sertifikat olgan, diplomi bor. Qarang, to'g'ri kelib qolganini menga profilingiz chiqdi menga deyapti. Chunki men o'zimni akkauntimda o'zim отметка qilgandim-da. Ha, o'sha yerdan o'tgan. O'shandan o'tib ko'rgan. Значит, tanish bilishdan birinchi proyekt chiqishi mumkin ekan. Mumkin. Faqat ishinglar zo'r bo'lsa. Ishimiz zo'r bo'lsa, ko'rinsa, yurg'izsa o'sha narsani bitta joyda to'xtab qolmasdan, erinmasdan, baribir vaqtimiz o'tib ketyapti. O'sha erinsa ham vaqtimiz o'tib ketyapti, erinmasa ham, qilsa ham vaqtimiz o'tib ketyapti. Undan ko'rasi foydali narsa qilganimiz yaxshi ekan. Qanaqa keyin ular bilan shartnoma qildingiz? Shartnoma qilganim, har bitta videoga 200 mingdan oldim. Hozir 6 ta video olganman ulardan. 6 ta videoga bir oygami? Bir oyga. Bir oyga 6 ta $100. 200 mingdan. $100 oldik. $100. Boshlang'ich to'lovga necha? 500 ming oldim. 500 ming oldingiz o'sha. 500 ming olib bo'ldim. Ertadan xudo xohlasa proyekt boshlanadi ishimizni. Ertadan o'sha boshlaysiz. Ertadan boshlaymiz. Birinchi video ertadan chiqadi. Zo'r, omad. Rahmat. Sizga ham kattakon rahmat, shunchalik o'rgatib, hozir hammani ham qo'ldan kelmaydi. Ayniqsa meni unchalik qo'limdan kelmaydi. Tekinga shunchalik o'rgatib, bor bilimingizni berganingiz uchun birinchi o'rinda. 7 kun vaqtingizni bizlar bilan o'tkazganingiz uchun. Chunki agar bu vaqtda bizlar bilan emas, balki o'zingiz proyektlaringiz bilan bo'lishi mumkin edi. Puli masalan sizga ham har kuni yana chiqayotgan odamlar bor-da, masalan bo'lishi mumkin emas, u bor ular. Chunki siz o'zingiz sohangizda professional hisoblanasiz. Bizga degan o'sha odamlar bilan emas, butun kuningizni desam ham bo'ladi, bizga ajratdingiz. Xo'p, sizda qanaqa bo'ldi? Proyekt olishingiz, nima qiyinchiliklar? O'zi kurs yutganimdan keyin to'g'risi shunaqa xursandligimda hammaga e'lon qildim. Men o'sha kurs yutib oldim, bilasizlarmi? Ha, tanishlarga, o'rtoqlarga, shunaqa qarindoshlarga, oilaviy guruhdagilarga mana shunaqalar kurslar boshlayapman, o'qiyotganimni. Ha, keyin ular menda nima o'qiyotgan bilgandan keyin ular kuzatishdi meni. Natijamga qarashdi, e'tibor berishdi hammani, chunki yon atrofimizda chiqarkan o'zi. Mana xuddi tanishlar bo'lgani, yon atrofimiz to'la ekan. O'zini sohasini, o'zini biznesi bor odamlar to'la bizda. Bundoq qarasak bo'ldi. Hech kim anaqa bo'shmasdi, band hammasi. O'sha orqali men boshda hammaga shu mobilografiya kursiga borayotganimni e'lon qilganimdan keyin, bizda shunaqa narsa bo'ldi. 5-kunida bular ovoz to'plash nimasini bizga naq qildilar. Qaysi video yaxshi chiqqan bo'lsa ovoz beringlar dedilar. O'sha video yana ham ko'pchilik tanishiga, ko'p mana shu proyektlarimizga ham bizga taklif tushishiga ham asosiy sabablardan biri bo'ldi. Chunki o'zi videolarni iloji boricha biz ham oilaga, qarindoshlarga hammaga tarqatdik.
maqsad ekan ovoz yig'ish edi, lekin o'sha narsada bizlar ishimizni ham ko'rib ketdi shu bilan bahona. Masalan, tayyor bitta kadrni 2 marta montajini ko'radi. O'zi bu videoni men o'zimni qarashim bo'yicha qilaman. Solixa boshqa o'zini qarashlari bo'yicha qiladi. Shunda odam agar chetdan baho bersa, hamma o'zini dunyo qarashiga qarab baho beradi-da, o'shanaqa ovoz to'plash imkoniyatiga ega bo'ladi. O'sha ovoz yig'ish jarayonida ham mana shu proyekt olishimga sabab bo'ldi desam ham bo'ladi. Bu ham вообще bomba bo'lib ketdi. O'zi ham orada urush ham bo'lib ketdi. Urush bo'ldi? Yo'q, siz ovoz yig'ish jarayonida demoqchiman. Bizning muxlislarimiz orasida, Telegram kanalimizda zo'r degan narsa bo'lib ketib qoldi. Janjal bo'lib ketdi. Shunaqa narsalar bo'lib ketdi. Lekin biz xohlamasdik, chunki biz bitta kema dedik Solixa bilan. Biz ham urushtirib qo'shishlariga sal qoldik. Shunaqa narsalar bo'lib ketdi. Proyekt olishimga o'zi sabab bo'lgani, shu men natijamni ko'rib, men o'zi proyektimni hozir to'g'ri bilan tanishlari, meni ham o'sha o'rtog'im u o'zini sohasi bo'yicha o'zini sohasi bo'yicha ishlaydi. Ular o'zicha blog yuritadi-yu, lekin men mana shu natijalarimni, nimadirlarimni shu ko'rdilar-da. Banu Rustamdan shu profillariga a'zo bo'linglar dedim, hammaga ko'ringlar, meni ko'rib boringlar, natijamni nima qilinglar dedim. Chunki men o'zimda boshida ishonch unaqa yo'q edi. Masalan, qanaqa qilaman, men bu videoni nima qilsam bo'ladi, qanaqa qilib ola olarkanman. Shunaqa narsalar bo'ldi. Hozir mana hozirgi kunga kelib biz уже bemalol proyekt olishga bo'ldi. Men ishlayman, qila olaman, bajaraman. Shunaqa narsa bo'ldi. Chunki biz ham buni shunaqaga rejimga tayyorlab qo'ydilar-da. Hatto nimadan keyin sizlarda ishonch paydo bo'ldi? Boshida kelganinglarda bilaman, proyekt olishga sizlar Yo'q, bizda proyekt olish tugur video olish kerak. Oddiy montaj video olish uchun, video olish uchun nastroykasini даже to'g'irlamagandik bizda. O'shalarigacha bizga etap noldan tushuntirdilar. Keyin men bitta narsaga rosa qoyil qoldim. Bularni men o'ylardim, chetdan ham qaraganda reality bo'lganda bilan dedim, hamma sirlarni bab etmasa kerak, chegarasi bo'lsa kerak, tekin bo'lganiga simbolik, hamma shunaqa tushunadi, lekin unaqa emas. Yaxshi odamlar ham bor ekan yoki hamma mana shu kursi ham hamma ipidan ignasigacha o'rgatishdi-da. Bizda men просто так zo'r. Meni o'zimning Instagramim bor. Instagramda zapros ko'p. Misol uchun men bilan ishlashga daromad yetmaganlar, men ko'p shogirdlarimga berib boraman o'zi. Aslida men o'sha narsani o'sha yerdan olib ham bularga proyekt berishim mumkin edi. Yo'q, bular bizga yordam bermadi. Men reality uchun bularga bemalol olib 2-3 ta proyektdan men puli bor klientlarni kerak bo'lsa topib turib, men bularga berib, mana bular 7 kun ichida 2-3 tadan odam olishdi. O'zligi topishdi deb men aldab qo'yaversam bo'lardi, lekin men bularni o'zligiga, ya'ni o'zligiga o'rgatishga harakat qildim. Nimaga? Chunki 7 kun bilan chegaralanib qolish kerak emas. Bular 7 kundan keyin ham o'zi mustaqil ishlay olish kerak. O'zi mustaqil ishlash uchun inson o'zi harakat qilib topish kerak. Ertaga proyektni qadrlash uchun, bilimni qadrlash uchun o'zligi harakat qilish kerak. O'shaning uchun men agar o'zimda bor imkoniyatlardan foydalanganimda 4 ta 5 ta proyektdan olishligi mumkin edi. Lekin hamma narsani boricha ochiqchasiga aytamiz deganim uchun o'zligini. Hozir misol uchun men ham bularni podrobniy so'rayotganim sababi men ham podrobniy o'tirib so'rashga bularga vaqtim bo'lmagandi. Просто proyekt oldingizmi, daflat oldingizmi, qanaqa ekan, kontent planlarini ko'rdik, lekin qayerdan hozir eshityapman men ham bulardan, qayerdan aylanib qolgan daji ko'rdinglar, tanishmasligini ham bilmasdim. Men haqiqatan begona inson deb o'ylagandim, lekin bularni baribir cheris taniydigan inson ekan. O'zi juda ham ko'pchilik o'quvchilarimda ham bo'ladigan holat shu. Aynan atrofdagilar birinchi navbatda bizga ishonch bildiradi. Qachonki ishimiz o'sha narsaga javob bersa, o'sha biz misol uchun nima, o'zimizning ham qarindoshimiz qaysidir ish boshlagan bo'lsa, uni kuzatamiz. Qaysidir ish boshlagan bo'lsa, bo'ldi, men shundan olaman demaysizda. U insonni kuzatasiz. Kuzatganingizdan keyin sizning talabingizga javob berishiga ish ko'zingiz yetsagina taklif. Sizlar o'zingizga ularni o'zi taklif qilish, to'g'rimi? Yo o'zingizlar taklif berdingizmi? Yo'q, ular o'zligi chiqishdi o'zi. Ular o'zligi chiqishdi. Sohalari nima? Ginekologlar. Vrachlik sohasi bo'yicha, shifokor sohasi bo'yicha o'zligi, o'zi anchadan beri o'ylab yurgan ekan, nima qilsam ekan, shunaqa gaplashishim kerak deb yurgan joylarda, shu haqiqatan bo'layotganda yetkazib turibdi-da. Men o'zi bu yoqda kurs o'qiganim, hamma narsam yetkazib turibdi-da ularga. Biz o'zimiz bilan emas, ular bizga chiqishdi naborot. Biz mana shu natijalari qo'yib berayotgan narsalari bilan kerak bo'lsa, masalan, biz proyekt olishdan oldin biz raspakovka qildik. Ya'ni proyekt oladigan odam bilan biz o'tirib gaplashdik. Uni maqsadi nima, eshitdik, tingladik, nima xohlayapti, nimani biz qanaqa natijaga olib chiqib bera olishimiz kerak, nimalarni qanaqa kontentlar olsa kerak, hammasini ssenariy planoviy qilamiz dedik. Chunki juda ko'pchilik o'ylaydi, mana bular aytgan narsa bo'ldi-da, tez video olaylik, tez qilaylik, hammasini zo'r qilaylik. Yo'q, unaqa narsa emas. Hamma narsani odam sabri bilan, etap reja bilan
qilish kerak. Hatto masalan bir oy emas, mana o'zim ham tan olaman, bir haftalik rejani tuzdik. Mana shu 2 soat davomida o'tirib kontent plan qildik. Ular bilan gaplashib, suhbat qildik. O'sha narsani dash bilmasdik. Bu narsa bizga plus bo'ldi, yana ham. Undan keyin ular ham o'sha bizning suhbatimiz davomida qancha so'raganimiz sari, qancha ularga qiziqib, har bir narsasini ochib berayotganimiz sari, keyinchalik mana shu video olishimizga yana ham ishonch ortdi. Bu narsa o'ta kommunikatsiya degan narsa bor. Ular bizga o'rgatdilar. Ya'ni o'sha bizga kelgan proyekt oladigan odam bilan o'rtamizda ozgina bo'lsa ham yaqinlik bitta oqimda ketish nimasi bo'lishi kerak-da. Shu fikri bo'lishi kerak. Fikr almashib, odam bitta qarorga kelish kerak. Shu narsani o'rgatdilar. O'sha narsaga biz birinchi o'shani qildik. Shartnomadan oldin biz shu suhbat qilib to'liq nima qilib oldik. Endi proyekt olishga keladigan bo'lsam, mana ham shu 200 mingdan 10 ta video boshlanishiga bir oyga gaplashdik. Endi bizning natijalarimizni kuzatib boringlar, ko'ringlar. Zo'r, juda ham to'g'ri aytdilar. Aynan mijoz bilan ishlash juda ham muhim hisoblanadi. Ko'pchilik misol uchun mobilografiyaga o'qib chiqqan inson juda ham ko'p, lekin proyekt topolmaydi, proyekt ola olmaydi. Nimaga? Chunki mijoz bilan ishlashni bilmaydi bizga faqat. Mijoz bilan ishlashni bilmaydi. Bizga faqat ssenariy bilan ishlamaydi. Reja bilan qilmaydi. Kontentni qanday qilishni bilmaydi, mohiyatini bilmaydi. Yozmaydi. Birinchi o'rinda yozish kerak baribirga. Miyada deydi, kelmaydi. Yozsanglar keladi. Nima beryapti? Avvalosi xalqqa foyda beradigan narsa bormi, narsa beryaptimi, yo'qmi? O'sha narsani maqsadiga oldin qo'yish kerak. Ana o'shandan keyin niyatni to'g'ri qo'yish. Mana xuddi shu narsani o'rgatdilar bizga. To'g'risi, niyatni qanaqa. Faqat mobilografiya bo'yicha emas. Bu ishlash aynan shu narsa. Agar bular uzr gapingiz bo'ldim. Chunki men aytmoqchi bo'lgan narsa faqat bilim kamlik qiladi. Qaysidir sohada natijaga chiqmoqchi bo'lsangiz, faqat bilim, teoriyani biladigan bo'lsangiz, siz natijaga chiqa olmaysiz. Siz qachon natijaga chiqasiz, qachonki klient bilan to'g'ri ishlashni bilsangiz. Misol uchun, har bitta sohada o'ziga yarasha muammosi bor. Inson bilan inson gaplashganda konfliktlar kelib chiqadi. Mana shunaqa muammoli vaziyatlar bular qanaqa o'zini tutish kerak. Boshidan dogovor, keyinchalik juda ham ko'pchilik mobilograflar ishlaydi. Boshidan pul olish tugul, ishlab bo'lgandan keyin ham pulini ola olmaydigan insonlar bor. Nimaga? Chunki to'g'ri kommunikatsiya qilmagan, mijoz bilan to'g'ri dogovor qilmagan boshida. Bularga hamma narsa o'rgatildi, dogovorni qanaqa qiladi, mijoz bilan qanaqa gaplashadi, qanaqa qilib hali ish boshlamasdan turib bular doplata olishadi. Mana shu narsalargacha o'rgatgandan keyin bularda natija bo'lishi boshladi. Natija bo'lishi degani bu faqatgina telefonni qo'lga olib, syomka montaj qilishni bilsa bo'ldi degani emas. Asosiy narsa bu yerda mijoz bilan kommunikatsiyani to'g'ri ishlab turish. Hali dalish ishlasanglar, hali yana ko'rasizlar bu narsani. Jarayonda hali qanaqadir muammolar kelib chiqsa, men endi sizlar bilan bu degani 7 kun tugadi, bo'ldi, sizlarga xayr deb xayrlashib bormayman. O'zimiz ham shunaqa fikrdamiz. Chunki bular meni endi yuzimga aylanishdi, ya'ni bular meni shogirdim, ertaga Bonur Rustamovada o'qiganman degan nomni ular aytishi uchun bu narsaga javob berish kerak. Misol uchun men aytsam bo'lardi, mana 7 kunda predoplata oldingmi, ishingni oldingmi, bu yog'ini eplab ketish o'zingga bog'liq. Men senga hech narsa qilib bermayman. Men bo'ldi, meni ishim tugadi. Men bu yoqda misol uchun mana uje daromadga olib chiqdimmi, bo'ldi, tugadi reality deb men hamma temani yopib qo'yishim mumkin Instagramda, lekin Instagramda olib chiqmasam bu narsani baribir orqa fonda bular mendan so'rashadi. Chunki asosiy ish klient bilan dogovordan keyin boshlanadi. Bular dogovor qilishga qildi, xo'p, ularning ishonchiga kirib, uje pulni olishni eplashdi, lekin endi o'sha olingan narsani bular oqlab berish kerak. Oqlab berishi kerak bo'lgani uchun bular mijoz bilan dalishi to'g'ri ishlashi bilishligi kerak. Ya'ni pulni olib ishonchga kirdi degani bo'ldi degani emas. O'zlarining ishonchi bilan ularni natijaga olib chiqib berish orqali bular natijaga chiqsa, men ham xursand bo'laman. O'quvchilar natijalarini o'zingizlar ko'rdinglar. Bu atiga 7 kunlik natija edi. 7 kun emas, hattoki 5-6 kunida o'sha proyektlar olib, qo'llariga pul ushashdi qizlar. Mana shunaqa natijalar juda ham ko'p bo'lishini xohlaganim uchun, aynan natijaga ishlaydigan mobilograflarni, ya'ni mobilograf reels makerlarni ko'paytirish uchun ham Reelsografiya maktabiga asos solganman. Bu maktabga asos solishimda 3 ta asosiy maqsadim bor. Birinchisi bu aynan boya aytganimdek natijaga ishlay oladigan mobilograf reels makerlarni ko'paytirish. Faqatgina chiroyli syomka, chiroyli montajda emas gapni, ya'ni sotuvni oshirish, aynan natija qilib bera oladigan, o'sha mijoziga sotuvlarni oshirishda yordam bera oladigan darajada mutaxassislarni ko'paytirish uchun men mana shu kursga asos solganman. Ikkinchi maqsadim, hamma telefon orqali daromad qilishi mumkin. Qizlar ham bu narsani sizlarga tirik guvoh bo'lishdi. Faqatgina telefon
bilan kelishgan kursga, qo'llarida hali hech narsa yo'q bularni. Lekin pullari bor eng asosiysi. Mana shunaqa qilib birgina telefon orqali hamma ham daromadga chiqa olishini ko'pchilik insonlarga isbotlash maqsadida ham mana shu kursga asos solganman. 3-navbatda esa ko'rganinglardek ayol kishilar bilan ko'proq ishlayman. O'z ustida ishlab rivojlanishni yaxshi ko'radigan insonlarni, shunaqa ayollarni ko'paytirish uchun ham mana shu reelsografiya kursiga asos solganman. Juda ham ko'pchilik ayollar uyda o'tirib qoladi. Uyda o'tirgandan keyin vaqti bekor narsalarga ketadi, depressiyaga kirib ketib qoladi, lekin qo'lidagi telefonning imkoniyatidan foydalanishni prosta bilmaydi. Mana shunaqa ayollarni aynan daromadga chiqishida sababchi bo'lishni xohlaganim uchun ham mana shu kursga asos solganman. Xo'p, endi xohlovchilar uchun kurs taqdimotini qilib beraman sizlarga. Kursimizda o'zi nimalar bor, qanaqa modullardan iborat, hammasini sizlarga batafsil qisqacha tushuntirib ketishga harakat qilaman. Xo'p, nimaga aynan bu kursda o'qishingiz kerak? Chunki bu kurs sizni hayotingizni yangi bosqichga olib chiqa oladi. Qizlarni ham ko'rdinglar, uyda o'tirardik, juda ham mana bemalol xo'ja bo'lib qolganimizdan ish rejimiga o'tishimiz ozgina qiyin bo'ldi deyishdi, lekin ularning hayoti uje 7 kun ichida 180 gradusga o'zgarib ketdi deb o'ylayman. Ya'ni hayotida uje bular yangi darajadagi, yangi bosqichga chiqa olishdi. 7 kunda hali bu 7 kunlik natija. Qizlar hali yana ham o'z ustida ishlashni davom ettirishadi deb o'ylayman. Ya'ni bu bilan cheklanib qolishmaydi. Hamma to'plangan tajribalarimni mana shu kursga yig'ganman. Ya'ni men 4-5 yillik tajribam bo'ladigan bo'lsa, mana shu tajribani hammasini jamlagan holatda 2 oylik kursga maksimalni joylashtirishga harakat qildim. Ya'ni bu degani sizlarni 4-5 yillik tajribamni 2 oy ichida olishingiz mumkin degani. Sizlar ham 4-5 yillarni yo'qotib, tajriba qilib, xato qilib turib, bunaqa ekan deb o'rganmasdan tayyor kursning ichidan men o'tgan yo'llardan, men qilgan xatolarni qilmasdan 2 oyda tezroq natijaga chiqish imkoniyatini sizlarga beradi bu narsa. 2 oyda zamonaviy mobilografiya kursini chuqur o'rganib, eng kerakli mutaxassisga aylana olasiz. Mana qizlar ham aytishdi, ko'rdinglar. Biz agar mutaxassis bo'lsak, atrofimizda ham insonlar ko'p. Biznesiga o'sha aynan hozirgi kunda Instagramni yuritaman yoki endi yuritishni boshlayman, Instagramda rivojlantiraman biznesimni degan insonlar o'zi aslida juda ham ko'p. Mana shu insonlarga biz kerak bo'lamiz qachonki mutaxassis bo'lsak. Mutaxassisligimizni o'sha hattoki ko'chadan, atrofdan, uzoqdan qidirish shart emas, mijoz topishni demoqchiman. Siz haqiqiy mutaxassisga aylansangiz, o'zingizni atrofingizda ham sizga nima dedim? Shunaqa mutaxassislarga bizda talab juda ham yuqori degan ma'noda aytayapman. Nimaga men sizlarga o'zi bu narsalarni ishonch bilan aytayapman? Aniq sizlarda bo'ladi shu narsada aytayapman. Birinchidan qizlar natijasini o'zingizlar ko'rdinglar. Undan tashqari bizda natijaga chiqqan o'quvchilarim juda ham ko'p. Misol uchun bular 7 kunda chiqqan bo'lsa, offline kursimda o'qiganlar bor, onlayn kursimda o'qib turib natijaga chiqqan o'quvchilarim juda ham ko'p. Misol uchun Zulfizar hozirgi kunda 1,5 daromadga chiqadilar, bular ham uy bekasi bo'lganlar, 3 ta bolani onasi. Shunaqa holatlarda ham chiqqanlar. Undan keyin Feruza ham shunaqa bolalari bor, qaynona qaynota bilan yashayman deb o'zlari ham bir aytib beruvdilar. Xo'p, xullas ko'pchiligi mana shunaqa menda o'zi onalar o'qiydi. Aynan bolalar bor, onalar o'qishadi. Uyda o'tirgan ayollar ko'pchilik o'qishadi menda. Undan tashqari Feruza opa daromadlarini 80 milliondan ortiq ko'tardilar. Aynan Instagramga ko'tardilar. Instagramda shu daromadga olib chiqdilar o'zlarining bizneslarini menda o'qiganlaridan keyin. Undan keyingisi Madina 30 million plus 30 million daromadga chiqqanlar. Bularning kasblari kosmetolog. Xo'p, undan tashqari eng rekord qo'ygan o'quvchilarimdan bittasi Robiya 9 kunda 10 ming живой auditoriya yig'gan Reels orqali 9 kunda tindirmasdan Reels chiqargan uchun itim bo'li yuzlarini ko'rsatmasdan o'zingizlar profilga kirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Yuzlarini ko'rsatmasdan Reelsda umuman yuzlarini ko'rsatmagan holatda 9 kun ichida bularning yo'nalishlari kosmetika. Shu yo'nalishda 9 kun ichida 10 mingdan ortiq obunachi yig'dilar va daromadlarini ham tabiiyki ko'paytirdilar. $1000 dan ortiqroq daromad qiladilar hozir. Undan tashqari Zamira opa bor, Dilnoza bor, Marjona bor. Unaqa o'quvchilarimni taniydigan bo'lsak, juda ham ko'p. Ko'rib turganingizdek, aynan mobilografiya hozirgi kunda talab juda ham yuqori bo'lgan kasb bo'lgani uchun ham juda ham ko'pchilik aynan ayollarni hayotini 180 gradusga o'zgartirib tashlayapti. Lekin mana shu reelsografiya kursimni men 60% ni yangiladim. Bu safargi potokda bizda 60% yangilanish bo'ldi. Ya'ni zamonga moslashtirishga qaror qildik va reelsografiya maktabimizni reelsografiya AI deb nomladik. Ya'ni bunga biz sun'iy intellekt modulini ham qo'shganmiz. Hozir sizlarga modullarni bitta-bitta tanishtirib o'taman. O'zi kursimizda 7 ta asosiy modulimiz bor. 7 ta asosiy moduldan tashkil topgan 2 ta bonus modulimiz bor. Hozir har bitta modulni sizlarga qisqacha tanishtirib ketaman. Birinchi modulimiz bu tezkor kirish. Tezkor kirish modulida birinchi navbatda har doimgidek qizlar aytgandek maqsad qo'yish, rejalashtirish, ya'ni maqsad rejasiz bizani yo'limizda bo'lmaydi. Mana shu narsalarni o'rganamiz. Birinchi modulimizda reelsografiya AI kursiga kirish bo'ladi. Instagramda daromad qilish usullarini ko'rib chiqamiz. Ijtimoiy tarmoqlar
izohlarni sozlash, ya'ni nastroykalarni o'rganamiz. Ya'ni Instagram profilimizni upakovka qilishni, ya'ni qadoqlashni o'rganamiz birinchi moduldan keyin уже to'g'ri maqsad qo'yib, kursdan maksimal natija olishni o'rganasiz. Sotuv olib keladigan profil upakovkasini yaratishni o'rganasiz. Video montajdagi asosiy qoidalarni o'rganib, ya'ni boshlang'ich anaqaga natijaga chiqasiz. Undan keyingisi mobilografiya, ikkinchi modulimiz mobilografiya moduli. Bizda ikkita mobilografiya moduli bor. Bu birinchi mobilografiya moduli, ya'ni ikkinchi modulimiz mobilografiya moduli. Bu boshlang'ich mobilografiyani o'rganasizlar, ya'ni boshlang'ich darajada, ya'ni noldan kelgan insonlar o'rganishi uchun dasturlar bilan ishlash, har xil qanaqa dasturlar bo'lsa hammasini programmalarni ko'rib chiqamiz. Kameramizning nastroykalarini to'g'irlab olamiz, videoga olishni, qo'limizga telefon olib ishlatib ko'rishni, kamera qanaqa qilib noldan biza уже syomka qilib montaj qilishni mana shu modulda o'rganib olamiz. Boshlang'ich darajada chiroqlar bilan ishlashni ham o'rganamiz. Bu moduldan keyin siz уже boshlang'ich darajada sifatli kadrlarni olishni va уже montaj qilishni shu moduldan keyin уже o'rganib olasiz. Undan keyingi modulimiz shaxsiy brend moduli. Shaxsiy brend o'zi nima? Blog konsepsiyasi qanaqa tuziladi? Shaxsiy brend uchun pozitsiya va yo'nalishni tanlash, blogda ekspertlik va shaxsiyatni qanaqa qilib ochib berish. Mana shu narsalarni 3-modulda o'rganamiz. Bu moduldan keyin siz shaxsiy brend yaratishni va bunda nimalarga e'tibor berish kerakligini ko'rib chiqamiz. Undan keyingisi o'zingizni ekspertlik mavzusida shaxsiy brendingizni qanaqa qilib yaratishni aynan shu moduldan keyin o'rganib olasiz. 4-modulimiz bu Reels moduli. Reels modulida auditoriyani analiz qilish, kontent turlari, topga chiqadigan ssenariylarni yozish, kontent plan tuzish, Reelsdagi uchadigan mavzular va Reels formatlarini aynan mana shu modulda ko'rib chiqamiz. Bu moduldan keyin biz uchadigan Reelslar formulasini уже o'rganib olasiz. Ya'ni faqatgina syomka, montaj emas, videolarni topga chiqarish uchun aynan Reels algoritmlarini biz bilishimiz kerak. Reels qanaqa ishlaydi, Reelsning qanaqa algoritmlari bor, nima qilsak topga chiqadi. Aynan mana shu narsalarni shu modulimizda o'rganamiz. Qanaqa qilib Reels orqali maqsadli auditoriya yig'ishni, sotuvlarni qanaqa qilib oshirishni biz aynan shu modulimizda ko'rib chiqamiz. Bu modulimiz juda ham muhim modul hisoblanadi. 5-modulimiz professional mobilografiya. Professional mobilografiya endi boya 2-modulda ham mobilografiya bor edi, bu yerda ham mobilografiya bor. 5-modulimiz endi bo'li professionalniroq modul bo'ladi bizda. Murakkab montaj turlariga o'tamiz. Уже sun'iy va tabiiy yorug'lik bilan ishlash, ya'ni quyosh va undan tashqari qo'shimcha svetlar bilan ishlash shu professionalni o'rganib olamiz. Har xil professionalni programmalar va texnikalarni qanaqa qilib ishlatamiz, qanaqa firma olish kerak, qayerdan olish kerak, qanaqasini olish kerak, hattoki qayerdan olish kerak bo'lsa sizlarga kontaktini o'zim beraman. Ranglarni qanaqa qilib professionalni sozlashimiz kerak, ya'ni svetokorreksiyalarni hammasini noldan o'rganamiz. Ovoz bilan ishlashni o'rganamiz. Videoni ko'rishda eng asosiy narsa o'zi bu ovoz hisoblanadi. Ovoz agar eshitish darajasi, ovoz yaxshi yozilmagan bo'lsa yoki yaxshi gapirilmagan bo'lsa, o'sha bu videoni shuncha qilgan mehnatingiz bir tiyin bo'lishi mumkin. Undan tashqari murakkab perihodlardan qanaqa qilib foydalanishni hammasini ko'rib chiqamiz shu modulimizda. Bu moduldan keyin siz уже murakkab kadrlarni olishni, professional chiroqlar bilan ishlashni, videoga olishni, montaj qilishni professional darajada o'rganib olasiz. Va 6-modulimizda boya aytganimdek sun'iy intellekt moduli. Sun'iy intellekt modulida montajda sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Qanaqa qilib to'g'ri foydalanamiz? Sun'iy intellektlarga to'g'ri prompt yozish, sun'iy intellekt orqali rasm, video va obloshkalarni generatsiya qilishni aynan shu modulimizda o'rganib olamiz. 6-moduldan keyin siz sun'iy intellektni syomka, montajda qatida qo'llashimiz kerak, qaysi joylarga kerak va qaysi joylarda ishlatishimiz kerakligini aynan shu moduldan keyin o'rganib olasiz. 7-modulimiz bu mijoz topish va sotuv. Конечно, busiz bo'lmaydi. Boya aytganimdek, siz faqat syomka, montajni bilganingiz bilan ish topishni bilmasangiz, mijoz bilan ishlashni bilmasangiz, o'sha bilimingiz nolga teng bo'ladi. O'shaning uchun ham bu modulimiz ham juda ham muhim modul hisoblanadi. Mijozni qayerdan topamiz, mijoz topish usullari, mijozlarga to'g'ri biznes xabar yozish qoidalarini, mijozlar bilan uchrashuv belgilash, uchrashuvda sotish qoidalarini shu modulimizda o'rganamiz. Bu moduldan keyin sizlar o'sha mijozni qayerdan topishni bilasizlar, qanaqa qilib mijoz bilan gaplashishni bilasizlar, uchrashuvni qanaqa qilib belgilaymiz, qanaqa qilib mijozga uslugamizni sota olamiz, qanaqa qilib predoplata ola olamiz. Aynan mana shu modulda o'rganib olamiz. Undan tashqari ikkita bonus modulimiz bor dedik. Birinchi bonus modulimiz bu targeting. Hozirgi kunda target juda ham ommalashgan. Targetni ham ishlatishni aynan shu modulimizda o'rganamiz. Bularni bizga Avazbek Amanbayev o'rgatadilar bonus modulimizda, chunki men professional targetolog bo'lmaganim uchun aynan mana shu sohani mutaxassisi bo'lgan insonni chaqirganman. Hozirgi kunda 50 dan ortiq loyihalari bor, уже 150 ming dollardan ortiq target budjetlarini уже ishlatganlar. Hozirgi kunda marketolog, prodyuser va professionalniy targetolog hisoblanadilar. Bularni qiladigan ishlari o'sha meta targetni to'g'ri sozlashni sizlar o'rganib olasizlar.
target orqali potensial mijozlarni jalb qilishni o'rganasizlar. Target yoqishda uchraydigan xatolarni, ya'ni professional darajada o'rganib olasizlar bu moduldan keyin. Ya'ni bu moduldan keyin siz nafaqat Reels orqali, balki target orqali potensial mijozlarni olib kelishni ham professional darajada o'rganib olgan bo'lasiz. Va yana bitta bizda bonus modelimiz bu progress moduli, ya'ni istoriyalarni to'g'ri yuritish haqida, istoriyalarda progress qilishni shu modelimizda o'rgatishadi. Buni ham o'zini mutaxassisi bor. Istoriyani misol uchun men Reels bo'yicha, mobilografiya bo'yicha mutaxassis bo'lsam, bular istoriya progresslar bo'yicha mutaxassisdan sizlarga bonus modul olib beryapman. Bular Zinuza Muhammad 2 yillik tajribaga ega ssenarist, infoprodyuser hisoblanadilar. Dietologiya, koreys tili, psixologiya va boshqa yo'nalishlarda $300,000 bo'lgan zapusklarni ssenaristi hisoblanadilar. Bu modulimizda storiesga ssenariy yozish, sotuv ssenariysini tayyorlash, Telegramda progress qilish, Instagramda progress qilish, ya'ni progress o'sha auditoriyani isitib sotish hisoblanadi. Aynan mana shu narsalarni shu bonus modulimizda o'rganib olasizlar. Bu moduldan keyin sizlar Instagram va Telegramdagi sovuq auditoriyani o'zingizning mahsulotingizga sota oladigan darajada olib chiqa olasiz. Ya'ni sovuq auditoriyani iliq auditoriyaga aylantirib sotuv qilishni o'rganib olasiz. Xo'p, bundan tashqari kursimizda yana nimalar bo'ladi? Amaliy mashqlar bo'ladi albatta, chunki bizda mobilografiya amaliyotsiz bizning bilimimiz 0 ga teng. O'shaning uchun ham amaliy mashqlar albatta bo'ladi. Har bir modulda siz o'rgangan darsni qo'llash bo'yicha amaliy topshiriqlar har darsdan keyin sizlarga berib boriladi. Ishtirokchilar uchun bizda yopiq kanalimiz va gruppalarimiz bo'ladi. Yangiliklar va e'lonlar kanalimiz ham bo'ladi alohida. Boshqa ishtirokchilar bilan muloqot qilish va tajriba almashish. Bu juda ham zo'r narsa, ya'ni networking. Siz o'zingiz maqsadingiz bir xil insonlar bilan bitta joyda birlashasiz va kerak bo'lsa bir-biriga yordam berib, o'quvchilar bitirguncha bir-biri bilan juda ham ahil bo'lib ketishadi va bir-biriga yordam berib, bir-biri bilan ya'ni tezroq natijaga chiqishida bu narsa sizlarga juda ham qo'l keladigan narsa hisoblanadi. Xo'p, undan keyingisi amaliy topshiriqlarni bajarish jarayonida kelib chiqqan muammolarni muhokama qilish imkoniyati sizlarda bo'ladi. Men bilan yokida kuratorlar bilan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Kuratorlar bilan sizlarda doimiy savol-javob bo'ladi. Savolinglar misol uchun men har doim javob bera olmasligim mumkin. O'shaning uchun kuratorlar sizlarga doimiy javob berish uchun bizda kuratorlar ham qo'shiladi, ya'ni savolinglar javobsiz qolib ketmasligi uchun. Xo'p, kursda kimlar qatnasha olmaydi? Rivojlanishni xohlamaydigan, dangasa insonlar, qo'limdan kelmaydi deb o'ziga ishonchi past insonlar, hayotdan noliydigan, ya'ni har doim kimdandir ayb qidirib, faqat uyda o'tirib olib, negativlik qiladigan insonlar bor-ku, shunaqa insonlarni men kursimda ko'rishni xohlamasdim. Nimaga? Chunki menga ham natija qilib bera oladigan o'quvchilar kerak. Kursimizda 3 xil tarifimiz bor. Ikkita onlayn va bitta offlayn tarifimiz bor. Yaxshilab diqqat bilan eshitamiz shu joyini. Birinchisi bu standart tarifi. Standart tarifida nimalar bor? 7 ta modulli hammasi bo'ladi. Umumiy chat uchun gruppamiz bo'ladi. Uyga vazifalar beriladi, lekin uyga vazifangiz tekshirilmaydi. Ya'ni bu nima degani? Siz sam себе degan narsa bu. Ya'ni o'zingiz eplab o'rganib ketaman deydigan insonlar uchun menga tekshirib turadigan odam kerak emas deydigan bo'lsangiz, bu tarif sizga to'g'ri keladi. Undan keyingi tarifimiz premium tarifi. Premium tarifida ham bizda 7 ta modulimiz bor va qo'shimcha 2 ta bonus modulimiz premium modulida qo'shiladi. Undan tashqari umumiy chat uchun gruppamiz bo'ladi. Kichik gruppalarga ham ajratiladi. Bitta katta gruppamiz ham bo'ladi. Hamma qo'shilgan bo'ladi. U yerda hamma bir-biri bilan fikr almashib, gaplashib, networking qilish uchun bo'lsa, undan tashqari kichik gruppalarga ham ajratiladi. Hamma savol-javob, ya'ni dars jarayonida kelib chiqadigan savollar bo'ladigan bo'lsa, aynan kuratorlarga biriktirilgan kichkina gruppalar bo'ladi. Mana shu kichkina gruppada savol-javob qilib, savollarga postoyanli javob olib tursanglar bo'ladi. Gruppalarni har doim kuratorlarimiz nazorat qilib turadi. Uyga vazifalar ta'minlanadi va baholash sistemasi bo'ladi. Tekshirishdan tashqari sizlarni baholab ham boramiz. Kichik gruppalarda savol-javoblar bo'ladi. Kuratorlar bilan har doim kuratorning o'zi bilan 8 ta jonli efirlar bo'ladi. Men bilan 2 marta jonli efir bo'ladi. Kuratorlar har hafta sizlar bilan jonli efir qilsa, men bilan 2 marta jonli efir bo'ladi sizlarda. Undan tashqari men bilan 1 marta offlayn ko'rish sizlarga beriladi. 1 marta men bilan offlayn uchrashuv tashkillashtiriladi. Muvaffaqiyatli tamomlaganlar uchun sertifikat beriladi. Ya'ni o'sha talabga javob beradigan insonlarga biz sertifikat bilan ta'minlaymiz. Vakansiyalar kanali bo'ladi. Ya'ni bizda bu nima degani? Siz sertifikat olganingizdan keyin, sertifikat olganlar uchun bu, ya'ni sertifikat olganingizdan keyin ish topishingiz uchun, misol uchun boya aytganimdek, meni Instagramga o'sha kelib tushadigan zaproslar ko'p. Shogirdingizdan bering deydiganlar bo'lishi mumkin. Men narxim to'g'ri kelmasa arzonroq variant taklif qiling deydigan zaproslar bo'lishi mumkin. Aynan mana shunaqa insonlar uchun biz vakansiya kanal ochib qo'yamiz. O'sha yerdan o'zingizga to'g'ri kelgan ishni siz tanlab olish imkoniyati sizda bo'ladi. Xo'p, undan tashqari kursda o'qiganingizdan keyin 2 oy sizda darsliklar saqlanib qoladi. Kursimizni o'zi 2 oy davom etadi onlaynimizda. 2 oy davomidan tashqari sizlarda yana 2 oy saqlanib qoladi, qayta ko'rib, o'zlashtirib olishingiz uchun.
Uchinchi tarifimiz VIP tarifi. VIP tarifini alohida sizlarga tushuntirib beraman, chunki bu offline formatda bo'ladi. Hozir aytganlarim onlayn uchun edi, ya'ni ikkita onlayn tarifni sizlarga tushuntirib berdim. Uchinchi tarifimiz bu VIP tarifi. Bu offline shaklda bo'ladigan turi. Demak, VIP tarifida bizda nimalar bo'ladi? Onlayn darslarimdan to'liq foydalanish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni onlayn kurslarimiz sizlarga dostupi beriladi. Offlaynda o'qiganingizdan tashqari onlayndagi darsliklarni ham ko'rib, yana qayta ko'rib, buni o'rgansanglar bo'ladi. Chunki montaj shunaqa narsa, bir marta ko'rsatganda esingizda qolmasligi mumkin. U narsani onlaynda darsliklari bo'lsa, sizga juda ham qulay. Qayta ko'rib, shu narsani amalda qo'llashingiz osonroq bo'ladi. Kursdan keyin sizlarda 6 oy dostup bo'ladi VIP tarifida. Undan tashqari yordamchi kurator nazorati bo'ladi. Men bilan ishlaganingizdan tashqari yordamchi kurator albatta bo'ladi. Undan tashqari real proyektlarda amaliyot o'tash sizlarda imkoniyati bo'ladi. Men o'zimni yaxshi natija ko'rsatgan o'quvchilarimni o'zimni proyektlarimga olib borib, real proyektlarda qanaqa ishlayotganimni polniy jarayonlarni ko'rish imkoniyati bo'ladi. 12 ta asosiy offline darslarimiz bo'ladi. Bu endi asosiy darslar, ya'ni bundan tashqari qo'shimcha darslar ham qo'shilishi mumkin. Offlayndagi o'quvchilarning talabiga qarab qaysidir joyini tushunmay qolgan bo'lsa, bitta dars qo'shilishi mumkin. Xullas, natijagacha sizlar uje offlaynda bemalol o'qisanglar bo'ladi. 1 oy davomida doimiy o'zim tomonimdan support bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? 1 oy sizlar o'qiganingizdan keyingi 1 oyda polностью men bilan aloqada bo'lib turasizlar. Ya'ni 1 oy o'qiganingizdan keyin o'sha natijaga qilishinglar uchun sizlar, ya'ni har bitta olingan narsani amaliyotda qo'llab ko'rishinglar uchun sizlarga yana 1 oy support qo'shib berilyapti. O'sha 1 oy davomida sizlarning yana nima savolinglar bor, nimada qiynalyapsizlar, o'zingizlarning proyektinglarda qanaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, 1 oy davomida sizlarni doimiy ravishda o'zim yo'naltirib boraman. O'zingizning loyihalaringizni birga bir razbor qilishimiz mumkin. Ya'ni proyekt olgan bo'lsangiz, qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, birga bir o'tirib gaplashib, o'shani razbor qilishimiz mumkin bo'ladi. Kursimizdan agar siz mobilografiya o'rganish maqsadida emas, o'zingizni biznesingiz uchun o'qiyotgan insonlar ham bo'ladi. Agar o'zingizni biznesingiz uchun o'qiyotgan bo'lsangiz, biznesingizni qanaqa olib ketishingiz kerak, profilingizda qanaqa muammo ketyapti, nima qilsangiz obunachi olib keladi, qaytida nima muammo bo'layotgan bo'lsa, o'zingizni proyektingiz ustida birga bir ishlashimiz mumkin bo'ladi va kursni muvaffaqiyatli tamomlaganlar uchun men ish topib beraman. Har doim offlaynda bo'ladigan narsa bu, xohlashsa xohlashmasa, men yaxshi o'quvchilarimga har doim proyekt berib kelaman. Hozirgi kungacha mendan 1 yil oldin o'qigan ishonchli shogirdlarim bo'lsa, haligacha men ularga proyektlar berib boraman. Offline bizani shogirdligimizning yaxshi plyus tomonlaridan bittasi, buni ichida o'sha studiyalarga boramiz birgalikda borib o'sha yerda syomka qilamiz. Qo'linglar bilan o'sha texnikalarni ushab ko'rasizlar, ishlatib ko'rasizlar, qo'linglar bilan amaliyotda sinab ko'rish imkoniyati bo'ladi sizlarda. O'zim qaysi ekspert bilan ishlasam, o'sha yerga sizlarni olib borib, ekspert bilan qanaqa ishlayotganimni, ya'ni o'sha bilasizlar, top blogerlar bilan ishlayman ko'pincha, o'sha insonlar bilan ko'rib, hattoki gaplashish imkoniyati ham bo'ladi sizlarda. Studiya ekspertlar, undan tashqari modellar, professional modellar chaqirib, aynan mana shunaqa tarzda bizani VIP shogirdligimiz davom etadi. Endi o'zingiz qaysi birini taklif qilasiz? Men albatta offlaynni tavsiya qilgan bo'lardim, chunki barib ko'rib o'rganganga, ushab ko'rib o'rganganga yetmaydi bu narsa. Lekin bu degani onlaynda natija ola olmayman degani emas. Agar siz offlaynga hozir byudjetingiz yetmayotgan bo'lsa, noldan o'rganayotgan bo'lsangiz, siz bemalol onlayn ham natijaga chiqishingiz mumkin. Bu 100% o'zingizga bog'liq bo'lgan narsa. Siz misol uchun, chunki bilim bir xil u yoqda. Siz o'zingiz erinmasdan o'shani o'tirib ko'raman desangiz, ya'ni bu o'zingizning erinchoqligingizga bog'liq. Men shu narsani eplay olaman, qila olaman deydigan inson bo'lsangiz, bemalol eplab keta olasiz onlaynda ham. Chunki bilimlari bir xil bo'ladi. Offlaynda imkoniyatingiz bo'lsa, albatta offlaynda o'qiganingiz zo'r, lekin bu degani offlaynga kela olmayman degani, men onlaynda o'rgana olmayman degani emas. Sizga misol uchun qimmatli qilayotgan bo'lsa, bemalol onlaynda ham o'qib natija qilishingiz mumkin. Boya o'quvchilar natijasini ko'rsatganda, u yoqda onlaynda turib ham o'sha misol uchun 9 kunda 10 ming obunachi yig'di degan Robiya o'quvchim menda aynan onlaynda o'qigan o'quvchilarimdan bittasi. Ya'ni siz o'zingizning harakatingiz bo'lsa, ya'ni o'zingiz ichingizda olov yonayotgan bo'lsa, qila olaman degan narsa bo'lsa, siz bemalol onlayndan ham natijaga chiqishingiz mumkin. Bizning kursimizda joylarimizda cheklangan, chunki aynan offlaynga ham, onlaynga ham cheklangan. Chunki meni energiyam hammasiga yetish kerak. Meni fokusimni qaratib ularni ham natijasi bu endi meni ozgina bo'lsa ham menga bu narsa javobgarlik beradi. O'shaning uchun men hammaga birdan fokusim yetmaganligi uchun ham joylarni chegaralab qo'yganmiz. Xo'p, bizda atigi 100 tagina joyimiz bor. 100 tagina inson olinadi. VIP shogirdlikka 20 ta inson olinadi, premiumga 80 ta inson olinadi. Bu degani ko'rib turibsizlar, VIPga juda ham kam inson olinadi. 20 ta olinganni ham bizga kerak bo'lsa, ikkita gruppaga ajratamiz, chunki 20 ta inson bir xonada o'rgatishim yoki studiyaga ham bunaqa imkoniyatlar yo'q. 20 ta insonni bitta studiyaga olib kirish
qoldirishga imkoniyati yo'q. O'shaning uchun ham biz buni ham ikkita gruppaga ajratamiz. Ya'ni bu degani offlaynda o'qiydigan bo'lsangiz juda ham kam insonlar bilan o'qiysiz. Chunki offlaynda har bitta inson bilan alohida ishlayman va har birini natijaga olib chiqishga harakat qilaman. O'shaning uchun ham bizning joylarimizda offlaynda juda ham chegaralangan, offlaynga ko'p inson ola olmaymiz. Premiumga 80 ta inson olamiz, chunki bu yerda kuratorlarimiz ham bo'ladi va ularni gruppalarga ajratamiz. Har biriga alohida fokusimni bemalol qaratishim mumkin. Men o'zimning kurslarimga har doim garantiya berib kelganman, ya'ni bu kafolat. Nimaga beriladi bu garantiya? Chunki agar men kursimga ishonmaganimda bunaqa garantiyani bermasdim. Bu qanaqa garantiya desanglar, 7 kun ichida kurs sizlarga ma'qul kelmaydigan bo'lsa, pulinglarni 100% qaytarib beramiz. Agar men kursimga ishonmaganimda, kursimdan natija olishingizga ishonmaganimda, bunaqa imkoniyat men bermasdim. Buni o'zingizlar ham juda ham yaxshi tushunib turibsizlar. Endi sizlarga xohlovchilar uchun ro'yxatdan o'tish tartibini ekranlarda ham qoldiramiz. Undan tashqari pastda havola qoldiramiz. Aynan mana shu havola orqali ro'yxatdan o'tib, kurs haqida to'liq ma'lumot olishinglar mumkin. Uni narxlari, yana qo'shimcha savolinglar bo'ladi tabiiyki. Mana shu savolinglarni hammasini mana shu yerda ro'yxatdan o'tsanglar bo'ldi. Ro'yxatdan o'tdinglar degani bu bo'ldi, kursni sotib olishinglar shart degan narsa emas. Ma'lumot olish uchun ham bu yerda ro'yxatdan o'tib nomeringlarni qoldirsanglar, sizlarga telefon qilib ma'lumot beramiz. Nomeringlarni qoldirishga qo'rqmanglar. Ya'ni nomerimni qoldirsam tinmasdan telefon qilib meni bezdirib yuborishadi. Unaqa narsa yo'q. Siz xohlaganingizcha sizning savollaringizga telefon qilib prosta ma'lumot beramiz. Ma'lumot bergandan keyin agar nimadir to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, biz ham sizga qayta bezovta qilmaymiz. O'shaning uchun qo'rqmasdan raqaminglarni qoldirsanglar bo'ladi. Sizlar bilan aloqaga chiqib to'liq ma'lumot beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Darsga yozilganlar ko'rishguncha.